Bu hafta Merkuriy buzoq burjiga o'tadi va 26-maygacha shu yo'nalishda harakat qiladi. Endi qisqa safarlar, muloqotlar va yaqin atrofdagilar bilan aloqalaringiz ko'payadi. Opangiz, aka-ukalaringiz, qo'shnilar yoki qarindoshlaringiz bilan ko'proq suhbatlashishingiz, yangiliklar almashishingiz mumkin. Yangi g'oyalar ustida ishlash, o'quv kurslariga yozilish bilan shug'ullanish ehtimolingiz ham bor. Bu davrda fikrlaringizni yanada ravshan, aniq va ishonchli tarzda ifoda eta olasiz. Agar siz ijtimoiy tarmoqlar, reklama sohalarida ishlasangiz, o'sish va muvaffaqiyatga erishish uchun yaxshi imkoniyatlar tug'iladi. Qisqa lekin samarali rejalar tuzasiz va fikrlashda yanada amaliy, mantiqiy yondashuvga ega bo'ladigandek ko'rinmoqdasiz. Bu hafta Merkuriy buzoq burjiga o'tadi va 26-maygacha shu yo'nalishda harakat qiladi. Bu davrda uy, oila va yashash joyi bilan bog'liq masalalar oldinga chiqadi. Ko'chish, uyda tartib o'rnatish yoki oilaviy masalalarni ko'rib chiqish uchun juda qulay vaqt. Xonadoningizda tinchlik va osoyishtalik bo'lishi uchun ko'proq bosh qotirasiz. Uy sotib olish, ijaraga berish yoki uy almashtirish kabi mavzular ham kun tartibingizdan o'rin egallashi, albatta buzoq burjining sekin lekin ishonchli energiyasi bilan. Oilaviy munosabatlarda esa sabr qilish, tushunish va yumshoq muomala qilish muhim ahamiyatga ega. Bu hafta Merkuriy buzoq burjiga o'tadi va 26-maygacha shu burjda harakat qiladi. Bu davrda sizning e'tiboringiz muhabbat hayotingiz, farzandlar, sevimli mashg'ulotlar va ijodiy qobiliyatlaringizga qaratiladi. His-tuyg'ularingizni yanada aniq, tushunarli va ishonchli tarzda ifoda eta olasiz. Muhabbat borasida esa yengil, vaqtincha munosabatlarga emas, yuragingizga xotirjamlik beradigan, barqaror va ishonchli munosabatlarni izlay boshlaysiz. Agar hayotingizda yangi ishqiy munosabat paydo bo'lgan bo'lsa, shoshilmay har bir qadamingizni puxta o'ylab tashlaysiz. Agar hozir ishqiy munosabatingiz bor bo'lsa, uni jiddiyroq qabul qilishingiz kerak. Shuningdek, sevimli mashg'ulotlaringizga yoki ichingizdagi ijodiy qobiliyatingizga ham ko'proq e'tibor qaratishingiz mumkin. Hatto biror hobbingizni ishga aylantirish fikri ham tug'ilishi mumkin. Farzandlar bilan bog'liq mas'uliyatlar yoki yangi rejalar ham bu davrda kun tartibingizdan o'rin egallaydigandek ko'rinmoqda. Bu hafta Merkuriy buzoq burjiga o'tadi va 26-maygacha shu yo'nalishda harakatda bo'ladi. Bu davrda kunlik hayotingiz, ish tartibingiz va sog'lig'ingiz bilan bog'liq masalalar oldinga chiqadi. Ish joyingizda yanada amaliy, tartibli va rejali bo'lishga intilasiz. Kichik masalalar bilan ishlash, reja asosida harakat qilish siz uchun muhim bo'ladi. Sog'lig'ingiz borasida ham aqlli, foydali qarorlar qabul qilishingiz mumkin. Masalan, diyeta tutish, sport bilan shug'ullanish yoki muntazam tibbiy tekshiruvlarni boshlashni rejalashtirishingiz mumkin. Yangi ish takliflari yoki loyihalar bo'yicha imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Biroq siz tezkor natijalarni emas, ishonchli va barqaror variantlarni tanlaysiz. Ish muhitida hamkasblaringiz bilan sabrli va samimiy muloqotda bo'lish, kelishuvlarga ochiq bo'lish siz uchun foydali bo'ladigandek ko'rinmoqda. Bu hafta Merkuriy buzoq burjiga o'tadi va 26-maygacha shu yo'nalishda harakat qiladi. Bu davrda sizning e'tiboringiz asosan ishqiy munosabatlar, juftlik va turmush bilan bog'liq masalalarga qaratiladi. Turmush o'rtog'ingiz, sevgan insoningiz yoki ishdagi hamkoringiz bilan ko'proq suhbatlashish, birgalikda kelajakka doir aniq rejalar tuzish istagi paydo bo'lishi mumkin. Birga aniq qadamlarda harakat qilish va maqsadlaringizni belgilash bu davrda samaraliroq bo'ladi. Har qanday qarorni qabul qilayotganda ikki tomonning ham manfaatini hisobga olish muhim. Shartnomalar, kelishuvlar yoki yangi hamkorliklar kun tartibingizdan o'rin egallashi mumkin. Shuningdek, munosabatlarda sabr, sadoqat va ishonchga bo'lgan ehtiyoj kuchayishi kutilmoqda. Bu hafta Merkuriy buzoq burjiga o'tadi va 26-maygacha shu burjda harakat qiladi. Bu davrda kreditlar, boshqalarga tegishli mablag'lar, meros va umumiy moliyaviy masalalar ko'proq o'ylantiradigan mavzularga aylanadi. O'z daromadingizdan tashqari manbalarni boshqarish, ularga nisbatan tartib o'rnatish zarurati seziladi. To'lov rejalari tuzasiz, qarzlar va qarzdorliklarni yo'lga solishga harakat qilasiz. Bu davr nafaqat moliyaviy, balki ruhiy tomondan ham chuqurlashish davri bo'ladi. Ichki qo'rquvlaringiz,
xavotirlaringiz bilan ochiq va yuzma-yuz kelish vaqti keladi. Shuningdek, munosabatlarda ham moliyaviy chegaralarni aniq belgilash va adolatli bo'lish muhim bo'ladi. Ayniqsa moliyaviy inqirozlarga qarshi mustahkam va aql bilan rejalashtirish sizga foyda keltirishi kutilmoqda. Bu hafta Merkuriy buzoq burjiga o'tadi va 26-maygacha shu burjda harakat qiladi. Ta'lim, xorij bilan bog'liq aloqalar, ilmiy loyihalar va uzoq safarlar asosiy mavzularga aylanadi. Fikrlashingiz kengayadi, yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqingiz kuchayadi. Siz yangi til o'rganishga qaror qilishingiz yoki yangi bir o'quv kursiga yozilishingiz mumkin. Safarlar bu davrda rejalashtirilganidek xavfsiz va tartibli bo'ladi. Huquqiy masalalar esa sekin lekin ishonchli hal bo'lishni boshlaydi. Oldingizda yangi ufqlar ochiladi. Dunyo qarashingizni kengaytirish uchun juda yaxshi davr bo'lishi kutilmoqda. Bu hafta Merkuriy buzoq burjiga o'tadi va 26-maygacha shu yo'nalishda harakat qiladi. Bu davr sizning ish hayotingiz, jamiyatdagi o'rningiz va kasbiy mavqeingiz bilan bog'liq masalalar e'tibor markazingizda bo'ladi. Ish joyingizda yanada jiddiyroq, mas'uliyatliroq munosabatda bo'lishingiz atrofdagilar, ayniqsa rahbarlar tomonidan seziladi. Boshliqlar va yuqori lavozimdagi insonlar bilan bo'lgan muloqotlar bu davrda muhim ahamiyat kasb etadi. Karyera rejalari tuzish uchun juda qulay vaqt. Tezkor natijalarga emas, balki barqaror va puxta qadamlarga urg'u berasiz. Yangi loyihalar, lavozim ko'tarilishi yoki jamiyatda yanada ko'proq ko'rinish berish imkoniyatlari paydo bo'lishi mumkin. Go'yoki o'z obro'yingizga sarmoya kiritayotgandek bo'lasiz. Agar hozirda ish suhbatlari, hujjatlar yoki rasmiy jarayonlar bilan bog'liq ishlaringiz bo'lsa, bu davrda ularni oldinga siljish uchun juda yaxshi imkoniyatlar tug'iladigandek ko'rinmoqda. Bu hafta Merkuriy buzoq burjiga o'tadi va 26-maygacha shu yo'nalishda harakat qiladi. Bu davr siz uchun do'stlar davrasi, jamoaviy ishlar va uzoq muddatli rejalaringiz oldinga chiqadigan vaqt bo'ladi. Yangi insonlar bilan tanishishingiz va chin dildan ishonch uyg'otadigan do'stliklar qurishingiz mumkin. Endi yengil yuzaki aloqalar emas, balki sizga chindan suyanchiq bo'ladigan insonlarga bog'lanishni xohlaysiz. Shu bilan birga ish hayotingizda ham rejali harakat qilish va uzoq muddatli maqsadlaringizga yetishish uchun qadam tashlash vaqti keladi. 5 yildan keyin o'zimni qayerda ko'rmoqchiman degan savol ustida o'ylash sizni ancha oldinga olib chiqishi mumkin. Yangi loyihalarda ishtirok etish, guruh bo'lib ishlash ayniqsa samarali bo'ladi. Katta orzularingiz sari kichik, ammo puxta qadamlarda oldinga yurishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Bu hafta Merkuriy buzoq burjiga o'tadi va 26-maygacha shu yo'lda harakatda bo'ladi. Siz uchun ichki dunyoga sho'ng'ish, tinchlikda fikr yuritish va sekin-asta reja tuzish davri boshlanadi. Bu jarayon tezda yakunlanadigan emas, balki asta-sekin sabr bilan kechikadigan holat bo'ladi. Ichki ovozingizni, yuragingizdagi his-tuyg'ularni ko'proq eshitishni istashingiz mumkin. O'tmishga oid voqealarni eslab, ularni ichingizda yana bir bor o'ylab ko'rishingiz mumkin. Ong ostingizda qolib ketgan masalalarni anglab yetish, eski yaralarni davolash uchun yaxshi imkoniyatlar tug'iladi. Bu davrda afsuski sizga nisbatan sirli dushmanliklar, g'iybatlar yoki orqangizdan ish qilayotganlarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun hushyor bo'lish tavsiya etiladi. Ijodiy jihatdan esa sermahsul bir vaqt. Yozish, ichki dunyongizga yuzlanish, meditatsiya kabi mashg'ulotlar sizga ruhiy sokinlikka olib keladi. Sog'liq borasida esa ruh, aql va tanani uyg'unlashtirish siz uchun muhim deb ko'rinmoqda. Bu hafta Merkuriy sizning burjingizga o'tadi va 26-maygacha sizning burjingizda harakat qiladi. Endilikda fikrlaringizni yanada aniq, rejali va maqsadga yo'naltirilgan tarzda tartibga sola olasiz. O'zingizni ifoda qilishingiz osonlashadi. Atrofdagilarni ishontirish va o'zingizga bo'lgan ishonchingiz sezilarli darajada ortadi. Bu davrda tashqi ko'rinishingizdagi o'zgarishlar, shaxsiy loyihalar va o'z maqsadlaringiz ko'proq e'tibor markazingizda bo'ladi. Endi xohlagan narsalaringizni faqat orzu qilibgina
qolmay, ularni qanday qilib haqiqatga aylantirish mumkinligini ham rejalashtira boshlaysiz. Shuningdek, men kimman va hayotda nimani xohlayman degan savollarga chin qalbdan va real javoblar topishingiz mumkin bo'ladi. Bu hafta Merkuriy buzoq burchiga o'tadi va 26-maygacha shu joyda harakat qiladi. Bu davr siz uchun ayniqsa moliyaviy masalalarga e'tibor qaratiladigan vaqt bo'ladi. Pulimni qanday ko'paytirsam bo'ladi? Yaxshi investitsiya yo'llari qanday degan savollar hayollaringizni band qilishi mumkin. Daromadingizni oshirish, jamg'armangizni yanada mustahkamlash istagi kuchayadi. Xarajatlar borasida esa ancha hushyor va o'ylab harakat qiladigan bo'lasiz. Pulni behuda sarflashdan tiyilasiz. Hatto yangi daromad manbalarini topishingiz ham ehtimoldan xoli emas. Shuningdek, nutqingiz va o'zingizni ifoda etish uslubingizda jiddiylik va aniqlik paydo bo'ladi. Bu davr o'z qadr-qimmatingizni anglab yetish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish uchun juda qulay. Anchadan beri niyat qilib yurgan moliyaviy rejangiz bo'lsa, endi uni amalga oshirishga harakat qilishingiz mumkin. Astrologiya kelajakni bashorat qilmaydi, faqat ehtimollarni aytadi xolos. Bu bizga hayotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Munajjimlik folbinlik emas, bu ilmiy tadqiqot. Hech kim kelajakni oldindan bila olmaydi. Astrologiya haqida yanada ko'proq ma'lumotlar uchun bizni Instagram, Facebook va Telegram sahifalarimizdan yaqindan kuzatib boring.